birgalikda haydaymiz. Meni bu yerga janob Lu taklif qildi. Meni haydashga hadding sig'maydi. Yashanshing. Hozirgina Lu oilasiga kelin bo'lishni istamasligini aytding. Endi esa o'jarlik qilib ketyapsan. Biram soxtasanki. Nima desam ham tushunmaysan. Senga biror nimani tushuntirishdan foyda yo'q. Nima? Bola tug'ib, o'zingni o'zgardim deb o'ylayapsanmi? O'g'lingga tayanib oilaga kirmoqchimisan? Sen bunga mutlaq noloyiqsan. Agar o'g'il tug'ib bermaganingda, bu oilasi senga umuman qaramagan bo'lardi. Xiaobaoni o'g'irlash uchun aynan sen odam yuborgansan. Bu yana qanday safsata? Daliling bormi? Demak, sen. Mana. Aqldan ozdingmi? Qo'l ko'tarishga qanday hadding sig'di? Senga aytgandim, o'g'limga qo'l tegsang, sen bilan pachakilashib o'tirmayman. Ahvoling yaxshimi? Oyi, u menga tuhmat qilyapti. Himoya qilishingiz kerak. Qizimdan kechirim so'ra. U o'g'limni o'g'irladi. Men kechirim so'rashim kerakmi? Tarbiyang bormi o'zi yo'qmi? Hech qanday isbotsiz meni qizimga tashlanyapsan. Ota-onang kim o'zi? Qanday qilib seni tarbiyalashganiga juda ham qiziqyapman.